Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Toshkent viloyati mahallalar uyushmasi hamda Nurafshon telekanali bilan hamkorlikda olinayotgan Mahallada nima gap nomli ko'rsatuvni biz boshladik. Aziz do'stlar, demak Bo'ka tumani Qo'ldoshtepa mahallasiga tashrif buyurdik. Mana demak bu yerda amalga oshirilayotgan ishlar, obod mahalla, obod ko'cha, obod xonadon dasturi doirasida amalga oshirilgan ishlarni birgalikda ko'ramiz. Mana Qo'ldoshtepa mahallasi aholisini kayfiyati juda ajoyib ko'tarinki ruhda bayram boshlanmoqda. Marhamat, bizni tomosha qilishda boshlang. Hurmatli tomoshabinlar, demak yaqindagina biz bu yerga tashrif buyurganimizda demak biz mahalla idorasini qurishimiz kerak, o'quv markazi, kutubxona, xullas bir so'z bilan aytganda mahalla guzari qurishimiz kerak degan bir orzular bilan, bir ishonch bilan gapirgan raisimizni suhbatlarini biz sizlarning e'tiboringizga havola etgan edik. Mana qarangki, bir qancha vaqt o'tib bu joyda mana shu orzular amalga oshirilganini o'z ko'zimiz bilan tomosha qilib turibmiz. Mana bu yerda mana demak turli xil assalomu alaykum, yaxshimisizlar, hormanglar, bayramlar muborak bo'lsin. Mana har xil mana demak ko'rgazmali mana aholi kayfiyat yaxshimi? Kayfiyat juda ham ko'tarinki. Bayramlar ustiga qo'shilib bayramlar bo'lyapti-da. Shahardan kam bo'lmabdi-yu endi. Yo'q, Xudo xohlasa. Hamma sharoitlar bor. Mana o'quv markazlari, kutubxona ochildi, mana sartaroshxona. Juda ham yaxshi bo'ldi. Rahmat. Qulaylik bo'ldi xalqimiz uchun. Salomat bo'ling. Demak, ko'rsatuvimiz davomida mana assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirib olasizmi? Men kelajak markazidan uslubchi Ibrohimova Gulchehra bo'laman. Gulchehra opa, mana chiroyli bir mana qarang narsalarni olib kelib, bugun bayramga bir alohida tayyorgarlik ko'ribsizlar-da. Mana shu o'quvchilarimiz yasagan narsalarni olib chiqdik ko'rgazmaga. Hamma mana shunday bo'lsin, nima deydi? Ko'tarinki ruhda bayramona bo'lsin. Bayram muborak bo'lsin. Demak, mana o'quv markazi, kutubxona, demak mahalla guzari. Mana qarangki, mana bu yerda mana Qo'ldoshtepa mahallasi idorasi, zamonaviy mana demak mahalla markazi bunyod etilibdi. Demak, juda ham bir bayram davom etmoqda. Hammamiz tomosha qilamiz. Oldin bu yerda bir sharoit yo'q, yaxshi emasdi. Mahallaning infratuzilmasida bir qator muammolar bor edi. Shu qisqa 2,5-3 oy vaqt ichida mahallada yangidan o'quv markazi qurildi. Kutubxona qurildi. Bizda mahalla binosi yo'q edi. Eski imoratda ishlab turgandik. Mana prezidentimizning iqtisodiy islohotlari tufayli qishloqning qiyofasi tubdan o'zgardi. Zaman talabiga javob beradigan mahalla binosiga ega bo'ldik. Tadbirkorlar tomonidan sartaroshxona, go'zallik saloni, nuroniylar maskani, o'quv markazi, kutubxona, undan tashqari bizda driver soha qishloq xo'jaligi, undan keyin chorvachilik bo'lganligi sababli bizda veterinariya aptekasi, birlamchi veterinariya xizmat ko'rsatish shoxobchalari ishga tushirildi. Buni hammasi prezidentimizning iqtisodiy islohotlarini samarasi deb hisoblayman. Bu ishda respublika ishchi guruhini, viloyat prokuraturasi, tuman prokuraturasi, viloyat hokimligi, tuman hokimligini xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar hammasi bitta musht bo'lib ishlaganligi natijasida mahalla mana shunday obod bo'lib bir odam ko'rsa ardiydigan chiroyli qiyofaga keldi. 3 kilometr asfalt qildi bundan tashqari. Mahallada 730 bitta xonadon, 903 ta oila, 3390 ta aholi yashaydi. Xalqning kayfiyati yaxshi. Viloyatida bir paytlar vakil bo'lib yurganimda bir 2-3 marta kelganman bu yerga. Men bu yerlarni taniyman deb keldik. Lekin bu yerda mashinadan tushgandan keyin tanimay qoldim gaptosi. Shunaqa go'zal bo'lgan. Endi hurmatli prezidentimiz rahbarligida
hammamizning xabarimiz bor. Butun yurtimiz bo'ylab obod mahalla, obod ko'cha, obod xonadon tamoyili asosida barcha yurtlar bir necha yildan beri obod bo'lib yuribdi. Bu yilda o'zida Toshkent viloyatida 90 dan ortiq mahalla xuddi mana shunday obod bo'lyapmiz. Endi bu o'z-o'zidan bo'layotgani yo'q. Hozir bunday qarab bo'lgan mehnatlarda, qilingan mehnat harakatlarda chamalab ko'rib, juda ham katta mehnat bo'lganligini bilib turibmiz. Hammamiz birgalikda bu ishda faol bo'lamiz. Bu borada ishlarimizni yanada har bir inson o'zining bir daxldorlik va o'zining alohida vazifalar sifatida qarashini belgilab beradi. Bugungi mana shunday yangi markaz hammamizga va shu mahalla xalqiga muborak bo'lsin. Assalomu alaykum, otaxon, yaxshimisiz? Mahallada nima gap nomini ko'rsatuvdamiz. Qo'ldoshtepada katta bayram-ku bugun. Bayram bo'lishiga Kayfiyatinglar sabab qanaqa? bayram bo'lishiga sabab asosan mana shu yurtboshimizni shu yerga jo'natgan tashkiloti ishlari. Mana qarang, 1951-yilda biz Qashqadaryodan ko'chib kelgan bo'lsak, kim bundaqa joylarni ko'ribdi? Bu endi orzu qilsa bo'ladi-da, qarang. Orzu qilsa, mana yoshlarimizni tarbiyalashda bu juda katta ko'rgulik. Xalqimizni, yoshlarni mana kelajagimiz shu ishlarni ko'rib olib turib, xalqqa bo'lgan hurmati oshib boraveradi. Chunki bu ko'rib turibdi o'zlari. Qanday Biz sharoitlar. 5 oy oldin kelganimizda siz bilan ham gaplashgandik. Ular mana endi qilinyapti, mana degandingiz. Mana endi qarang, chiroyli bo'ldi. Hozirgi kunda hamma joy obod bo'ldi. Chunki xalqimiz ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Hasharga qo'shilib, asfaltlar endi bu tarixda bitta bo'lib qoldi. Loy, yozda mana o'zimizni xalqimizni tashabbusi bilan mana qabristonimiz o'raldi, aylan obod bo'ldi. Juda ko'radigan joy bo'lib qoldi xalq. O'zlari qildi bir hashar yo'llari bilan. Endi bularni asrab avaylash kerak endi. Endi mana yoshlarimiz xohlasa bizlar bosh bo'lamiz. Nuronlar yoshlarimizni endi vatanparvar ruhida tarbiyalaymiz endi yoshlarni xudo xolasa. Rahmat sizga. Rahmat sizga. Sog' salomat bo'ling. Prezidentimizga rahmat. Zohidjon aka, demak bugun mana katta bayram Qo'ldoshtepada qarang shunday bir ajoyib ishlar amalga oshirildi. Obod ko'cha, obod mahalla, obod xonadon dasturi bo'yicha qilingan ishlar. Kayfiyatlar qanaqa endi? Albatta kayfiyatlar mana o'zlaring ko'rib turibsizlar, aholining ham kayfiyati juda bir ko'tarinki ruhda. Mana bugun mana 3 oy mobaynida qisqa muddatda mana shu mahallalarda obod xonadon, obod ko'cha, obod xonadon mezonlarida bir qancha ishlar amalga oshib borildi. Xalqqa xizmat qiladigan bir majmua yaratildi. Ya'ni zamonaviy mahalla markazlari, mahalla binolari, undan tashqari ichimlik suvlari bilan ta'minlandi. Ko'chalarimiz qisman asfaltlari qilindi. Aholining kayfiyati qanaqa? Aholining kayfiyati mana ko'tarinki ruhda. Mana bolalarimiz maydonchalari tashkil etildi. Bolalar maydonchalarida mana bolalar sport bilan shug'ullanib, rassomchilik bilan rasmlar chizib, juda bir yoz bo'lib ketdi desak ham chiroyli bo'ladi. Endi mana bu Bo'ka tumanida boshqa mahallalarda ham shunaqangi ishlar amalga oshiriladimi? Rejalashtirilganmi? Albatta 2026-yilga 10 ta mahallamizni rejalashtirganmiz. O'sha belgilangan tartibda yo'l xaritalari qilingan. Mana hozir Jag'albayli va Shavlisoy mahallalarida ishlar boshlangan desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Nobod mahallasi ham mana bugun xudo xolasa ochilish marosimi. Endi mana shu bir 3-4 oy kelganda siz bilan shu intervyu olgandik. Rejalashtiryapmiz, shularni qilishimiz kerak degandingiz. Mana endi amalga oshirildi shu ishlar, ha? Albatta. Boya aytganimdek, o'sha 12 kilometr ichimlik suv bilan ta'minlanadi. 390 ta eski simyog'ochlar yangisiga almashtirildi. Mahalla binosi yangi qurildi. Tibbiyot punkti, undan tashqari o'quv markazi, nuroniylar maskani, sartaroshxona, go'zallik saloni,
etik, duz. Umuman olganda mana shu aholiga xizmat qiladigan barcha turdagi mahsulotlar Bo'kani sentriga emas, mahallani o'ziga kelsa, hammasi chiroyli bo'ladi. Endi hech qaysi shahardan kam emas endi. Albatta, albatta. Mana bu odamlar aytayaptiki, mana bugun Qo'ldoshtepa City bo'libdi-ku biz mahallamiz deb. Demak, siz ishlaringizga omad tilaymiz, sog' salomat bo'ling. Rahmat, rahmat, shukur. Bo'pti. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Mahallamizga xush kelibsizlar. Qarang, mana shaharga kelib qoldik deb o'ylayapman. Shahardan kam joy qolmadi mahalla. Bundan bir necha oy kelganimizda mana siz bilan ham gaplashgandik. Juda zo'r ishlarni amalga oshiryapmiz. Hali bir kelasiz degandingiz. Mana bugun shu ishlar amalga oshirildi. Bayram bo'lyapti. Qanaqa endi hissiyotlar? Hissiyotlar zo'r. Avvalam prezidentimizga kattaga rahmat. Yuzga kirib yursin. Umrlari uzoq bo'lsin. Bizni qishlog'imizga ham nazar tushgan ekan. Mana obod bo'lib ketdi qishlog'imiz. Sizga ham betga menimcha bir maskan berildi. O'quv markazimi? Kutubxona bilan o'quv markazi qurdik. Kutubxona bilan. Bolalar o'qiyapti. Bolalar o'qiyapti. Kelajak avlodimiz, yoshlarimiz bilimli bo'lsin. Assalomu alaykum, salomat bo'ling. Men shu mahallani yoshlar yetakchisi bo'lib ishlayman. Ismim Rustamov Ergash Mirxal o'g'li. Bugun qanday mana bayram bo'lyapti, kayfiyatlar qanaqa? Bugun mahallamizda ochilish marosimi bo'lyapti. Mahallamizda katta o'zgarishlar bo'ldi. Bundan yoshlarimiz juda xursand. Mahalla fuqarolari ancha xursand, kayfiyat ko'tarilgan. Mahallamizda workout maydonchasi qurildi, yangi kutubxona qurildi. Mahallamizning binosi yo'q edi, zo'r bino qurib berdi. Katta o'zgarishlar bo'lyapti. Bundan yoshlarimiz xursand. Yoshlarimiz ham qatnashdimi bu bunyodkorlik ishlariga? Hamma yoshlar faol bo'ldi. Bu hashar yo'li bilan ko'p narsalarni amalga oshirdik yana. Assalomu alaykum. Men ismim Hakimova Dilshod. Bo'ka tumani Qo'ldoshtepa mahallasida yashayman. Bugun xursandmisizlar, kayfiyat yaxshimi? Kayfiyatim a'lo darajada, chunki mahallamiz juda yaxshi bo'ldi. Asfaltlar bo'ldi, yo'llarimiz, kutubxonalar ochildi, shifoxonalar, do'konlar. Biz bundan juda xursandmiz. Ayniqsa kutubxona ochilganiga juda xursandman. Har kun kelib mazza kitob o'qiyapman. Boshqa sinfdoshlarni ham olib kelyapsiz? Ha, kelyapti dugonalarim, sinfdoshlarim. Oldin endi mahallada kutubxonalar bo'lmagan, bir orzu qilgansizlar-da. Ha, bo'lmaganda, hozirlik juda xursandmiz. Bugun katta bayram bo'lyapti mahallamizda. Juda xursandmiz kutubxonalar ochilganidan. Tanlovlarga ham qatnashasizlarmi endi? Ha, endi albatta qatnashamiz kitob tanlovlariga, har xil tanlovlarga. Chunki mahallamiz yaxshi bo'ldi, obodonlashdi. Biz prezidentimizdan juda xursandmiz. O'zi kitob o'qishga qiziqasizlarmi? Ha, albatta. Qaysi kitoblarda o'qigansiz? Boyagi Xudoybek To'xtaboyevning Sariq devni minib asarini o'qiganman. Sehrli qalpoqcha asarini o'qiganman. O'zbekistondagi ertaklar olami, o'zbek ertaklar olamini o'qiganman. Har xil she'rlar yodlaganman. O'rik gullaganda. Derazamning oldida bir to'p o'rik oppoq bo'lib gulladi. Novdalarni bezab g'unchalar tongda aytdi hayot otini va shabboda qurg'ur ilk sahar olib ketdi gulning dodini. Har bahorda shu bo'lar takror, har bahor ham shunday o'tadi. Qancha tirishsam ham u bekor, yillar meni aldab ketadi. Mayli deyman va qilmayman g'ash, xayolimni gulga o'rayman. Har bahorda chiqqanda yetash, vaqtim bormi deya so'rayman. Yuzlarimni silab siypalab, vaqting bor deb esadi yillar. Etgan kabi go'yo bir dala, vaqting bor deb qushlar chiyillar. Hamma narsa meni qarshilar, har bir kurtak menga so'ylar rost. Men yurganda bog'larga to'lar, faqat vaqtni maqtagan ovoz. Mana senga olam gul, etagingga siqqanicha ol. Bunda tole har narsadan mo'l, to o'lguncha shu o'lkada qol. Umrida hech gul ko'rmay yig'lab, o'tganlarning haqqi ham senda. Ilk bahorni yig'lab boshlab, ketganlarning haqqi ham senda. Rahmat, sog' bo'linglar. Qo'ldoshtepa mahallasi xotin-qizlar faoli Choriy va Munira Jo'rayevna bo'laman. Munira opa, mana qarang, tashqarida bir katta bayram. Bugun mana shu yerda biz yaqinda 3-4 oy oldin kelganimizda endi poydevorlari qurilib, mana shu yerda mahalla idorasi qilamiz deb niyat qilingandi. Mana bugun amalga oshirildi. Kayfiyatlar qanaqa? Kayfiyatlar zo'r. Bu narsaga erishishimiz uchun biz ko'p yillar
xohladik. Ha. Mana hurmatli prezidentimizga rahmat. Qishloq joylarga katta e'tibor berdi. 2014-yildan beri mahallada ishlayotgan bo'lsam, bunaqa joyda ko'rmagandim. Orzu qilib yurardik, lekin erisholmasdik. Mana bugun ochilish marosimini qildik. Kim o'tiradi bu Bu yerda hokim yordamchimiz o'tiradi. Mana chiroyli. Bu yoqdachi? Keyin xotin-qizlar O'zingizni faoliyati, o'zim joyim. Kompyuterlar bilan jihozlangan. Kompyuterlar hamma sharoit bor. Bu yoqda yoshlar yetakchisi. Yoshlar yetakchisi, keyin soliq inspektori, keyin ijtimoiy xodimimiz o'tiradi. Mahalla raisimiz narigi kirishda o'ng qo'ldagi xonada o'tiradi. Har bir xonaga kirib borib, ularning ishlarini ijobiy hal qilishimiz kerak. Nizoli oilalarni yo'q qilishimiz kerak. Ajrimlarni yo'q qilishimiz kerak. Men bitta narsadan xursandman-da, shunaqa siqilib ishlagan paytim o'ylayman, umuman menda mahallamda ajrim yo'q-da. Shu tufayli va siqilganlarim ham shunday yaxshi bo'lib ketaman. Har bir bola o'z ota-onasini qo'ynida. Mana bu yil ikkita bog'cha ochildi. Mana qizlarimizga hozir 30 ta qizim tikuv sexda. Mana bugun bir hafta bo'ldi. Mahallani o'zida mana o'qishini boshladi. Keyin nimaga hamshiralikka o'qishini boshladi. 17 ta qizim, 30 ga yaqin qizim tikuvchilik yo'nalishida o'qiyapti. Bir hafta bo'ldi mana o'qiyapti. Rahmonbek aka, assalomu alaykum. Mahallada nima gapni olib ko'rsatuvdamiz? Shu yerda istiqomat qilasizmi? Yo'q, men nima Nurafshonda ishlayman, madaniyat bo'limida. Demak, mehmonga keldi. Endi obod bo'lgani yaxshi yurtda. Ha, ko'zingiz quvonadi-da. Bironta mehmonni olib kelsam, mana shu qishloqliklar nima faxrlanib yuradi-da yerdayib. Mehmonlar ham maza qilib ketadi. Endi bular ham aholi ham aytib, shaharga bormaymiz o'zimiz deb o'ylamagan edi. Endi bu Bo'ka tumanidagi barcha mahalla shunga o'xshasin deymizda. Albatta. Ezgulik mahallasi, mana yangi Novobod mahallasi, Bo'kani Bo'kasi deymiz. Bo'ston mahallasi xuddi shunaqa obod mahalla bo'lgan edi. Shu nuroniylarda ham kayfiyati yaxshi. Albatta. Bugun nihoyatda quvonchli kun. Ichimlik suvi keldi deydi. 12 kilometrda bu katta narsa. Aytishga oson lekin 12 kilometrga ichimlik suv olib kelishdi. Mana ko'chada charog'on, yo'llar asfalt qilingan. Ilohim yurtimizga kirsin deymiz. Rahmat sizga. Mahallada nima gap nomli ko'rsatuvda tomosha qilyapmiz. Demak, navbatdagi manzilimiz Bo'ka tumani Davobod mahallasiga tashrif buyurdik. Bu joyda ham juda katta bayram. Demak, birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, o'zingizni tanishtiring. Men Sulaymon Sodiqov, o'quvchi maktab o'qituvchiman. Mana shu Novobod mahallasida yashaysizmi? Istiqomat? Novobod mahallasida yashayman. Bugun qarang, Novobod mahallasi bir o'zgacha bir bayram bo'lyapti. Kayfiyatlar qanaqa? Kayfiyat a'lo, bundan ortiq bo'lmaydi. Novobod mahallasi nomidan kichik Qatak nomidan hurmatli prezidentimiz mingdan ming rahmat aytmoqchiman. Chunki mana shu o'zgarishlar prezidentning tashabbusi bilan bu naqa katta ishlarni biz faqat tushda ko'ramiz. Tushda ko'rardik. Lekin mana u 5-6 oy oxirgi o'tmaydan shu narsalar bo'ldi. Xalq ko'rdi. Shunday kuni tun bo'lsa duo qilyapti. Mana asfalt yo'llar, mana chiroyli, mahalla idorasi ta'mirlanibdi. Mahallamiz ichki yo'llar hammasi asfalt yo'llar bo'ldi. Keyin mana u katta yo'lning ikki tomonlama yo'llar uchun yo'laklar bo'ldi. Yo'lakchalar bo'ldi. Eng quvonarlisi xalq mana kitobxonaga ega bo'ldi. Bemalol kitobxonaga bemalol borib kitob olib, qanaqa kitob olsa topadi. Shukrin maqsadi Xurshid kinomash vatanash sharafi xizmati on vojibi vijdon emanas. Ya'ni bizda shoir bor Ulmas Jamol. Keyin xorijda tug'ilgan Jonibek Qunov, Alisher Navoiyning Layli va Majnunni tarjima qilgan to'g'ri o'xshaydi. Bu shoirlar, bu bizning nimalarimiz ikki xalqning do'stligi, ko'prik bo'lib xizmat qilgan. Shoir aytadiki, Tojikon va O'zbekon ikki millat do'stlar, gavhari yak xonadonan ikki millat do'stlar. Ruhi jomi bu Navoiy shod bo'lsin to abad, zebi sadhol dostonan ikki millat do'stlar. Shavkat va Imom Ali dodan dasti do'sti, ham qadam to jovidonan ikki millat do'stlar. Ming marta shukr qilamizki, shu vatanda yashaymiz. Rahmat, sog' bo'ling. Assalomu alaykum, o'zingizni tanishtiring.
Bo'ka tumani Nuroniy jamg'armasi bo'limi raisi Akmalov Abdurasulman. Demak, Abdurasul qarang, mana shunday bugun Bo'ka tumanida katta bayram, mana Qo'ldoshtepada, mana Navobat mahallasidagi Obod mahalla, Obod ko'cha, Obod xonadon dasturi bo'yicha qilingan islohotlarni ko'rib turibmiz. Mana shunday bir yaratilgan sharoitlarni xalqimiz xursand, aholi xursand. Sizning kayfiyatingiz qanaqa? A'lo darajada. Hurmatli prezidentimiz tomonidan Bo'ka tumanida ikkita mahalla fuqarolar yig'inida Navobat hamda Qo'ldoshtepa mahallalar fuqarolar yig'inida bugun bayram. Mahalla idorasi barpo etildi. Hozirgi paytda Qo'ldoshtepa mahalla fuqarolarining yettiligi uchun hamma sharoitlar yaratildi. Navobat mahallasida. Navobat mahallasida undan ham zo'r. Mana bu yerda odam bu yerda asosan tojik millatiga mansub aholi yashaydi. Mana bugun hammasini ko'rib turibmiz, hammasini yuzida bir bayramona kayfiyat. Bu yerga stadion qurildi. Mana bugun keldik, hamma yerda yosh bolalarimiz futbol, voleybol, basketbol o'ynashyapti. Kayfiyatlar a'lo darajada. Hurmatli prezidentimizga, viloyat hokimiga, Zoir Toyrovichga, tuman hokimimizga, Nuroniy jamg'armasi raisi Sodiq Turdiyevichga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Kayfiyat a'lo darajada. Biz o'ylaymizki, Bo'ka tumanida boshqa mahallalarda ham bu ishlar davom etadi. Biz nuroniylar har doim obodan uchun, hamma ishlar uchun biz tayyormiz. Sog' salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum. Mening ismim Saidvali Ahmedov. Shu Toshkent viloyat Bo'ka tuman Navobat mahalla fuqarolar yig'ini. Shu yerda yashaysiz. Kayfiyatlar qanaqa endi? A'lo darajada. Bugun mana bayram mahallada. Bunday to'y, bunday bayramni biz ancha kutdik. Bu shukronaligini bajo keltirishimiz uchun bu tunu kun kanglik qiladi xursandchiligimiz buni. Bu hamma xalq xursand. Shunday o'yingohlar bor. Bolalar dam olish joy maskanlari qilindi. Stadionlar qurildi. Butun mahalla Navobat mahalla nomidan prezidentimizga kattakon rahmat aytamiz. Shuncha o'zgarishlar, shuncha yangiliklar, shuncha sharoitlar bo'ldi. Buni shukronaligini faqat bir orzu qilardi. Orzu qilardik biz bunaqa joylarda. Hozir mahallamiz shahardan kam joyi yo'q. Rais bu bayramlar bilan tabriklaymiz endi. Birga bo'lsin. Qarang, mana 3 oy oldin kelganimizda mana shu ishlarni amalga oshiryapmiz dedingiz. Mana bugun bitibdi, mana muborak bo'lsin. Alloh rahmat. Kayfiyatlar qanaqa endi? Rahmat. Aholi kayfiyati qanaqa? Aholi kayfiyati juda ham a'lo, hayron, ularni ham kimga qarashni ham bilmayapti. Prezidentimizga rahmat. Mana shu mahalla fuqarolarni ham, yettiligini ham biz mana shu o'quvchilarni yana sport rivojlantirish bo'yicha yana 5 ta tashabbus doirasida hamma ishlarni jadallashtirib, xudo xolasa buni yuqori o'sha bayroqni ko'tarishga niyatda inshaalloh nasib bo'lsa. Undan tashqari mana hozir mana shu yosh bolalarni mana ko'ryapmiz. Ko'p odamlar, mehmonlar tashrif buyurishgan. Bundan tashqari hamma xalq hozir mana shu ochilishga dargohda mana shu yerda tashrif buyurishgan. Shuning uchun tashakkur deymiz. Qanday o'zgarishlar qanaqa bugun? O'zgarishlar juda yaxshi bo'lyapti. Rahmat prezidentimizga. Oldin shunaqa emas edi. Hozir qarang, tanib bo'lmayapti qishloqda. O'zgarishlar katta. O'zgarishlar katta. Hammasi tashabbus prezidentimizga bo'lyapti. Bugun taqdirlanibsiz, ha? Mendan rahmat. Bugun Navobat mahallasida ochilish bayrami bo'lyapti. Shu sababli fuqarolarimiz hammasi ko'tarinki, yaxshi kayfiyatda. Mahalla xodimlarini-chi? Endi qarang, shunday bir ajoyib mahalla xodimlariniki undan-da ziyoda. Sababi shunchalik obodonlashtirish ishlari bo'ldiki, yangi kutubxona, ma'naviyat xonasi qurilib, ichini 1,5 mingta adabiy kitoblar bilan to'ldirildi. Yurtning kelajagi qo'limizdadir, sadoqat va vafo yo'limizdadir, rahmatlari o'ngu so'limizdadir. Vatanning umidli avlodlarimiz, yangi O'zbekiston farzandlarimiz. O'zbekiston ozod yurt, ko'rkam buyuk vatandir.
tuprog'i zar ko'p hosildor, bag'ri bog'u chamandir. Dilda tuyib vatan mehrin yurt haqida o'ylaymiz. Shu boisdan uning madhin to'lib toshib kuylaymiz. Aziz do'stlar, mana demak guvohi bo'lganingizdek, Toshkent viloyati Bo'ka tumanida Qo'ldoshtepa hamda Nobod mahallasidagi mana shunday bir o'zgarishlarni o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Toshkent viloyatining barcha tuman va shaharlarda mana shunday mahallalardan albatta sizlarga ko'rsatib boramiz. Xayr, sog' salomat bo'ling. Tomosha qilganingiz mahallada nima gap nomli ko'rsatuv edi.